O'rtoqlar mana buni bunaqasi sarg'ayishiga qaramasdan terish kerak ekan. Mana buni hozir isbotlash uchun mana bir kesaylik qani. 4 ta hosil qildi. Bunga katta sabablardan biri dalaning o'rtasida bunda yaxshi havo aylanishi, yaxshi changlanish bo'lgan va maydon kengligi hisobiga ozuqani yaxshi olgan. Shu sababdan 4 ta hosil qilgan. Katta bo'lgan tarvuzlar ta'miga вообще gap yo'q. Mana shu holatdagi tarvuzlarimizni bugun terishni boshlaganmiz. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangiqush dalasidagi yer maydonimizdamiz. Tarvuzlar ko'rsangiz bo'ladi. Gap yo'q. Dehqonbo, bu tarvuzni qachon ekkansiz? Dehqonbo desak bu 3-may kuni ekkanmiz tarvuzlarni. Mana shu 6 urug'idan olganmiz. Urug'ida. Qanaqa sorti bu? Holler degan sort ekan mana. Mana tarvuzlar mana. Mana shu tarvuzlar. Bu hozir ikkinchi terim bu mana. Mana, qarang. 20 kiloga yaqin bu, 18 kiloga o'tsa kerak. Hozirda bu Surxondaryoda narx qanchadan bo'lyapti tarvuzni? 3000 dan optim topshiryapmiz. Mana bu tomon mana ikkinchi terim. Terganda mana bu ikkinchi terim. Bu holler degan tarvuz haqiqatan zo'r ekan. Mana bular ham ikkinchi terim. Mana bu yerlarda bor edi, mana bular ikkinchi terim mana. Tarvuzlar. Juda zo'r urug'lar ekan. Tarvuz ekishda agrotexnikalari, sir sinoatlari bor. Shu haqida ham bemalol gapiraverasizmi? Endi siri buni ekkandan keyin odamlar 40 kun dedi. Biz 50 kundan keyin suv qo'ydik. Shu yerda mana shu ikkinchi terim shu joylar mana. Mana shu joylar ikkinchi terim mana. Tarvuzlar mana. 50 kundan keyin suv qo'ydi. Shu 30 sotikka 4 xalta siltirab berildi. Mana shu bilan shunchalik xudo berib zo'r tarvuzlar. Tarvuzlar mana. Hammasida bor tarvuzlar. Shu o'rmonali Usmonov, G'ulomjon Usmonovlarga katta rahmat. Aynaqa hosildor urug'larni yetishtirib beryapti bizga. Osiyo oltin urug'iga gap yo'q. Mana terilgan yerlarda shunchalik bo'lyapti mana. Bu terilmaganini ko'rganlaringizda mana shu ikkinchi terim, bitta urug'lar. Bu selitradan tashqari qanaqa o'g'itlar bilan suspensiya qilgansiz? Nimalar ishlatgansiz? Bereket agroni shu ximikal aynaqa dorilardan, rivojlantiradigan dorilardan sepganmiz. Bereket agro degani 3 marta sachganmiz. 3 marta o'shandan sochdik. 4 xalta machaviy bilan shunchalik bo'ldi. Juda shirin, zo'r tarvuz ekan. Mana bu tarvuzlarni qarang. Biz bu tarvuzlarni kechagi uzganda xom tarvuz deb uzmabmiz. Mana bunaqasi qurigan bo'lish kerak deydi. Lekin mutaxassislar kelib aytdi, bu tarvuz pishgan dedi, bunisiga qarama dedi. Bu Soyuzli tarvuz shunaqa edi. Hozir bu gollandskiy, amerikan tarvuzlar pishgan tarvuz deyapti. Kecha bularni xom deb uzmabmiz. Boshqa qurigan manaqasini quriganini olibmiz. Bunisiga qaramash kerak ekan. Mana pishgan, shular hammasi pishgan tarvuz. Zo'r tarvuz ekan. Mana buni hozir isbotlash uchun mana bir kesaylik qani. Bismillah. Oh, mana. Mana. Mana tarvuz. Mana tarvuzga marhamat. Juda shirin. Salma. Pichoq tegib tegmay yorilib ketyapti mana. Gap yo'q. Mana bizning katta dehqonimiz bor, Sharif bog'dagi. Bay. Asal ya bu. Ta'mi shirinmi Sharif bobo?
Juda shirin, asal. Mana bitta qahramon bor degan dehqonimiz ham bor. Buni yeb ko'ring. Videoga tushirmayman, kelavering bu. Kecha yeb tishiga yopishib qolib shirinligidan. Ta'miga baho berasiz, ta'miga. Mana o'rtoqlar uzilgan yo'q, joyida turibdi mana. Pishganlar. Ta'mi yaxshimi? Ha. Kamerada ta'miga gap yo'q. Nima deydi bu? Quyosh turgancha shuna ko'rinyapti, lekin juda shirin zo'r to'g'ri. Posti o'rta qalimda bo'ladi, folder tarvuzlarda. Mana qarang, bir joyda mana 3 ta. Bir tup shu, 1, 2, 3 tadan. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boringlar. Bizga like va podpiska bosish yoddan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar. Hammani dehqonlarni dehqonchiligi baraka bersin. O'ta sharof, o'ta.